Wow, kattaligini qarang. Andijon viloyatida ikkita katta samolyot bor. Uni bittasi Andijon shaharida, bilsanglar mana shu turadi, kichkina shaharda ichida. Ikkinchisi esa xuddi mana shu yerda, o'shani tagida turibman. Endi sizlarga savol, bu qayerda joylashgan? Andijonliklar kommentariyaga yozib qoldiramiz. Xullas, bu Soyuz paytida kelgan. Bu qarang. Tagidan ko'rmaganlar. Sizlarning bo'ladi, bu samolyot tagimga kirar ekan. Bizni aka va eshiromlarimiz milliyligimizda qolmas. Haqiqatan ajoyib. Samolyot ko'rmoqchi bo'lganlar, mana shu kelib haqiqatan realni ko'rganlar bo'ladi. Endi andijonliklar uchun yangiligimiz bor. Men vodiy bo'ylab bo'ldi sayohatda yuribman hozir. Xuddi mana shu yerlarimiz yaqinda tez kunlarda katta masshtabli bog' tushadi. Xalqimiz uchun ko'tarinki ruh beradigan konsertlar qo'yadigan chiroyli dam olish aylanib chiqqan joylar. Videoni deyarli barcha andijonliklarga yuborib qo'yildi. Farg'ona Namanganda ham shunaqangi katta samolyotlar bormi, o'rnaganmi? Hatto kommentariyaga uni yozib qoldiringlar. Hammamiz uchun qiziq, kommentariy orqali bitta informatsiya olamiz. Vodiy Pro'ga obuna bo'lib qo'yinglar. Shu yilgacha 1 million obunachi, 1 millionta post qo'yishim kerak. Rahmat.